Shebinni marka подробимости, ya'ni chaqilganligi bo'yicha markasini aniqlash bu silindrlarda bajariladi. Odatda betonlar uchun Shebinni marka подробимостиga talablar qo'yilgan. Talablar o'sha betonni qayerda qo'llanishiga qarab har xil bo'lishi mumkin. Endi buning uchun kerakli bo'ladigan narsa press bo'ladi. Eng kamida 500 kN bo'lgan. Shebinni siqib xullas shebinni sindirish uchun mana shunaqangi standart silindrlar kerak bo'ladi. 8269 097 da berilgan. Diametri va balandligi 75 mm, diametri 150, balandligi ham 150 mm silindr. Kichkina silindrda 5, 10 yoki 10 ga 20 fraksiyalarga ishlatish mumkin. Kichkina silindrda taxminan mana shunaqa. Kattasida ham xuddi shu, faqat o'lchamlarda farqi bor xolos. Kattasini 20 ga 40 fraksiyalar uchun yoki hamma fraksiyalarni kattada bajarsa ham bo'ladi. Yana tarozi kerak bo'ladi tortish uchun. Mana shunaqangi standart elaklar to'plami. Qisqacha qilib aytganda, sinovda qanaqa? Sinovdan oldin bir определенный shebin olinadi, buni nagruzka beriladi. Sindirilgandan keyingi holatda elakda elak ko'riladi, qanchalik ko'p shu yuk ta'sirida qanchalik ko'p yo'qotishlar bo'ldi. Shunga qarab turib talablariga solishtiriladi. Endi birinchi navbatda nima qilinadi? Shebinni olib doimiy massagacha quritib olinadi go'sht bo'yicha. Keyin shu olingan namunani katta D va kichkina D da elab olish kerak. Ya'ni agar 5 ga 10 shebin olinadigan bo'lsa, 10li elakda va 5li elakda elab olinadi. Katta D dagi qoldiq, kichkina D dan o'tib ketgan maydasi tashlab yuboriladi. Keyingi etapda endi ko'pincha savol bo'ladi, agar 5 ga 20 yoki 5 ga 40 fraksiyali shebin bo'lsa qanaqa bo'ladi? Bunaqa holatda shebin har bittasi alohida fraksiyaga bo'lib olinadi. Ya'ni agar 5 ga 20 fraksiya bo'ladigan bo'lsa, 5 ga 10 va 10 ga 20 ga bo'lib olib alohida ko'riladi. Yana ba'zi hollarda shebinni suvga shimdirilgan holda ham uni marka подробимости aniqlanadi. Masalan, 25607 bo'yicha yo'l asoslariga qo'llaniladigan shebinlarni agar cho'kindi tog' jinslardan iborat bo'lsa, demak uni suvga shimdirilgan holda ko'riladi. Ba'zan chunki parodalar, jinslar ba'zan suvda yomon tomonga o'zini xususiyatini yomon tomonga yo'qotishi mumkin. Keyingi holatda aytadigan bo'lsak, 5 ga 10 va 10 ga 20 fraksiyalarimiz uchun o'sha kichkina silindrdan foydalaniladi. Kichkina silindrga aytaylik 50 kN nagruzka beriladi bunga, ya'ni 5 tonna agar eskicha presslarda ko'riladigan bo'lsa, katta silindrga 200 kN yoki 20 tonna nagruzka beriladi. Tak, skorostiga keladigan bo'lsak, ya'ni tezligi, o'sha pressda beriladigan tezlik sekundiga 1-2 kN dan ko'tarib boriladi. Bunga 200 kN, bunga 50 kN bo'lganda sinov to'xtatiladi, olib agar fraksiyalarga qarab elakda elab olinadi. Masalan, 20 ga 40 fraksiyadagi shebin uchun sinovdan keyingi elash jarayoni 5 mm li elakda qilinadi. Agar 10 ga 20 fraksiyadagi shebin bo'ladigan bo'lsa, 2,5 li elakda, agar 5 ga 10 fraksiyadagi shebin bo'lsa, demak 1,25 li elakda elab olinadi va go'sht 8269 da ko'rsatilgan formula bo'yicha yo'qotishlar protsentlarda hisoblanadi. Keyingi holatda o'sha protsentlarni olib, go'sht 8267 bo'yicha 3-chi, 4-chi, 5-chi tablitsalar bo'yicha uni o'sha tog' jinsini turiga qarab uni marka подробимости aniqlanadi. Endi aytaylik, masalan 26633 bo'yicha aytaylik
B60 klassdagi betonlar uchun adashmasam chaqilganligi o'sha marka podrobimosти 1200 dan kam bo'lmasligi kerak degan joylari bor. Yoki 26633 da yo'l qoplamalari uchun metamorfический magmatический parodalar ishlatilganda shebenni marka podrobimosти 1200 dan kam bo'lmasligi kerak. Agar graviydan olingan sheben bo'lsa, kamida 1000 marka bo'lishi kerak. Agar cho'kindi tog' jinslaridan olingan sheben bo'ladigan bo'lsa, bunda kamida 800 bo'lishi kerak. Endi испытанияni boshlaymiz. Xullas probani oldik. Birinchi bo'lib mana quritilgan probani katta D va kichkina D dan o'tkazib olamiz birinchi. Probamizni taxminan 5 cm balandlikdan silindrni mana shu 1-1,5 cm yetkazmasdan to'latib olamiz. Presda mana hozir 50 kN nagruska berib bosib oldik. Endi buni massasini tortib, shu GOSTda ko'rsatilgan 10 ga 20 fraksiya uchun 2,5 mm li elakda elab qoldig'ini aniqlab olamiz. Elakda qolgan qoldig'ini tortib olamiz. Bizda elakdan o'tib ketgani bu bizda ya'ni yo'qotishlar, ya'ni ruschasiga poteriya deymiz. Buni yo'qotishlari shuncha. Hozir buni yo'qotishlari foizini aniqlab olamiz. Buning uchun biz tortib olamiz. Biz holatimizda yo'qotishlar 7,6% tashkil qildi. Endi bu natijalari GOST 8267 da ko'rsatilgan 3-chi, 4-chi yoki 5-chi tablitsalardan buni solishtirib, buni markasini aniqlaymiz. GOST 8269 ga asosan sinov natijalari ikkita parallel ravishda o'tkazilgan sinov natijalarini o'rtachasi qabul qilinadi. Ya'ni bizning misolimizda hozir o'rtacha rezultat ikkitadan 8,1% tashkil qildi. Ya'ni yo'qotishlar, o'rtacha yo'qotish. Endi GOST 8267 da 3-chi, 4-chi, 5-chi tablitsalar bor. Bizda mana 5-chi tablitsada marka podrobимости щебня из гравия и гравия. Bizaniki graviy emas, bizaniki sheben из гравия. Ya'ni
mana bu yerda poterya massi при испытании, ya'ni o'sha yo'qotishlar kolичествоsi foizlarda berilgan. Agar 10% gacha bo'lsa, ya'ni 1000 markani berar ekan. Ya'ni marka по дробимости 1000. Bizda mana o'rtacha rezultat 8.1 tashkil qildi. Demak, bizning sheberimiz 1000 markaga to'g'ri kelar ekan.